Assalomu alaykum hammaga. Cherry Ademaster Sampi 2026-yil o'z mijozlariga nima qiladi? Kelaylik, birinchidan boshlaymiz. Arizo 8 gibrid modelini. Mashinamiz 1.5 turbina, 2 motorli bo'ladi va 347 ta ot kuchiga ega va mashinamizning zapas xodi 1400 km. Kelaylik, boshdan ko'ramiz. Mashina disk ballonlari 18 razmerda, bokovoylari skladuющий bo'ladi va besключевой достуp. Mashinada har bitta detalda, ya'ni oldi lobovoy, orqa lobovoy, ikkita bokovoy, oldi qator sidenye, rul, orqa qator sidenyelarda abagrev bo'ladi. Va ko'rishingiz mumkin, уже mashinada Sony akustika ishlatilgan va bitta subwoofer mavjud. Mashinaga o'tirganingizda sizlarni shunaqa kojirniy salon kutib oladi va mashinada rul, shapshkalari, oldi qator sidenye, orqalari hamma yog'i уже kojada bo'ladi. Abduf, abagrev bor sidenyada va ko'rishingiz mumkin, уже premium klassdagi displey ishlatilgan. Displey monitor bitta qilingan va multifunksiyonalniy rul. Mashinada start-stop bo'lmaydi, tormoz nажатие orqali mashina zavod qilsanglar bo'ladi va remень taqib bemalol haydab ketaverasizlar. Ikkita bespроводной zaryadka mavjud mashinada va ko'rishingiz mumkin Type-C va USB kabel uchun joy. Mashinada zavodskoy video registrator, GPS и plus asosiysi освежители ham o'zida bo'ladi mashinani panorama lyuklari bilan. Mashinani orqa qatorlariga keladigan bo'lsak, orqa qator ham o'zi bu D klassga kiradi. Sedan D klassga kirganligi sababli orqada o'tirgan odam ham bemalol mazza qilib o'tirib ketaveradi. Ancha keng bo'ladi mashinaning orqalari ham. Orqada bitta barlarimiz ham mavjud. Ya'ni bemalol kofe qo'yib olib, o'tirib gaplashib ketaverasizlar yonidagi suhbatdoshinglar bilan. Va bagaj qismiga keladigan bo'lsak, orqada partroniklar. Mashinamiz 360 kamera bilan jihozlangan bo'ladi va orqa faralariga ahamiyat berib qo'yildi. Juda o'zgacha dizaynda ishlangan. Bagajimizni ko'rishimiz mumkin 480 litr tashkil qiladi va o'zini komplektatsiyasida ko'rishingiz mumkin zaryadchika va balon uchun kerak bo'ladigan jihozlar. Plus subwoofer. Akustikani yaxshi ko'radigan odamlar uchun. Bu Arizo 8 gibrid modelimiz. Bundan tashqari bizda yana crossover variantlarimiz, sedan variantlarimiz va mini crossoverlarimiz mavjud. Tigo 2 Pro bir turbinada bo'ladi. Mashinamizdan ko'rishingiz mumkin, dizaynlariga LED faralar bilan jihozlangan. Bunda ham boya aytganimdek, o'sha bizda ham zimniy paket bor. Ya'ni nima degani u? Lobovoy, bokovoy, oldi qator sidenye, rul, orqa lobovoyizgacha abagrev bo'ladi, qiziydi. Ya'ni ertaga kenayimlar yurganlarda qishda qiynalmaylar, buni qorni ertaman deb. Ballonlarni ko'rishingiz mumkin, 17 diska ballonda bo'ladi va o'zini ko'rishingiz mumkin, o'zgacha dizaynda bu ham. Tormoznoy sistemasi barabanov emas, bo'ladi o'sha diskoviy variantda bo'ladi. Mashinamiz besключевой доступda. Buni ham salonni bir ko'rishingiz mumkin. Ya'ni oldida o'tirgan odam ancha qulay o'tiradi. Avtomat korobkada, avtohold rushlari ham o'sha knopочный variantda bo'ladi. Mashinada monitorlari mavjud, multifunksiyonalniy rul, lyuklari bilan. Va oldida bemalol o'tirgandan keyin orqadagi odam ham o'zini qulay his qilishi kerak. Ya'ni orqada o'tirganingizda ham sizda hech qanaqa tiqilib qolish bo'lmaydi. Ya'ni bemalol xotirjam o'tirib ketaverasiz mashinamizda. Va orqa dizaynlarini ko'rishingiz mumkin, o'sha bularda ham splashnoy fara qilingan, orqa partroniklar va zadniy kamera bilan jihozlangan. Knopka orqali ochiladi va bagajimiz 420 litrni tashkil qiladi. Bagaj yopish ham ancha qulay bo'ladi, bitta tortib olsangiz bo'ladi, все. Ishingiz bitadi. Va keyingi modelimiz crossover. Hamma yaxshi ko'radigan Tigo 7 Max modellari. Kelaylik 7 Max modelini ko'ramiz. Xo'p, mashinamiz 1.6 turbina bo'ladi va 186 ta ot kuchiga ega. Полный привод, ya'ni 4 ta ballon tortadi mashinamizda. 360 kamera, besключевой доступda. Ko'rishingiz mumkin, mashinada yana слепой zona. Salonimiz koja bo'ladi. Abduf, abagrev hamma narsasi bo'ladi mashinada o'sha. Даже alisasigacha. Mashina zavodskoy video registrator ham ko'rishingiz mumkin. Akustika Sony bo'ladi. Orqalarda ham bunda ham o'sha orqalari keng bo'ladi ancha. Ko'rishingiz mumkin. Salon podsvetka o'zgacha atmosfera beradi va hamma yaxshi ko'radigan panorama lyuk mashinada. Panoramasi ham juda katta bo'ladi. Va menga o'zimga yettilada yoqadigan bitta funksiyasi bor. Ya'ni mashinada bagaj, ya'ni balon razmeri
zapaskasi ham xuddi shu o'zini полноценный bo'ladi. Balonda nima turgan bo'lsa, zapaska ham xuddi shu narsa bo'ladi. Va bularda yana funksiyalardan biri, ya'ni qismiydi bu. Ya'ni jetski rejimlari bor. Oyna ham, lyukda ham xuddi shu xususiyatlari bor. Odam bo'lsa qisib qolmaydi, ezib qo'ymaydi. Ko'rishingiz mumkin, bular ham уже boshqacha dizaynda ishlab chiqarilgan. Hammalarni Cherry Ademaster Stampede kutib qolamiz. Kelinglar, podbor qilinglar, o'zingizga mashina test drive qilib ko'ringlar. Hammalarni kutamiz. Salomat bo'linglar.